Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Bir haftadan beri mana shu bitta огород tozala olmaysan-a? Qanaqasan? Adasi, mol hol, bola chaqa, uy ishlari bilan endi vaqtim bo'ldi. Bitta senmi bu ishni? Sendan boshqasi do'ndirib tashlagan bo'lardi hali. Allaqachon. Haydab sol buni. Kerak emas. Ko'chadan mardikor olib kelsangizda bir kunda hamma yoq toza qilib beradi. Nima kerak bor menga unaqa kelinlar? Bitta ish qilishni bilmaydi. Ha, bolam? Onam. Bozorga chiqib ikkita bardikor xotin olib keling. Birpasda siz aytgandek tozalab tashlaydi. To'g'ri, olib kel. Kecha aytgan gapimga xotining ketib qopti. Ha, ketaversin, o'zi biladi. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Keldingmi bolam? Ha, keldim ona, keldim. Ha, nima gap? Madika bozorga borsam, ayollar qimmat. Bir kunga deydi 400 mingdan, ikki kishiga 800 ming berasiz. Voy, o'zim 3 million oylik ishlasam. 30 kun. Tovog'da bor edi dedim. O'zim tozalayman endi. Xotinimni kecha bekar so'kibman man. Mayli, bolam. Siqilma. Xotiningni olganingga necha yil bo'ldi? 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Hay, endi o'sha bechorani ham bir kuniga 300-400 dan hisoblab qo'ychi, 10 yilga nech pul bo'ladi? Ha? O meni xotinim-ku. Nima bo'pti? Xotiningga ham oson emas. Menga qaraydi, senga qaraydi, bolalarga qaraydi, mol holga qaraydi, yana огородni qiladi. Unga ham oson deb o'ylaysanmi? Shunaqa oson emas. Unda ona kecha yo'qot bu xotiningni. Ikkita madika olib kelsang, chinnidek qilib beradi dedingiz-ku o'zingiz. Ha, turaman-de. Bir sani sinab ko'ray dedim-da. Lekin xizmatkor yoqmasa, pulligini olib keyin qanaqa bo'lar ekan deb yetuvdim. Xotinim bir yosh xotinimdan haydab yuboribsiz deb ona. Xotining hech yoqqa ketgan yo'q. O'zim bir sani sinab ko'raman dedim. Kecha xotiningni jo'natmaganman uyiga. Shu-yerda, Maryam. Labiyojon. Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Hozir mollarni teyin tozalab olib, o'tlarni yulib qo'yaman. Bugundan qolmaydi. Yo'q. Sen mollarni tozalamaysan. O'tlar ham yurmaysan, o'zim qilib qo'yaman. Gamingda qolsin. Rahmat adasi. Rahmat. Ona, voy ona. Yomon bopladingiz meni ona. Voy. O'zim qilib tashlayman ona. Yetish kerak. O'zim qilib tashlayman ona.